Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda if, else va match case shart operatorlari bilan tanishib chiqamiz. Shuning uchun keling day, ya'ni kun degan o'zgaruvchi e'lon qilib, unga 3 qiymatni yuklaylik. Va if day aynan teng bo'lsa 1 ga print dushanbasi ish bitmay birinchi kun if agar day teng bo'lsa 2 ga print ikkinchi kun va hokazo. if day teng bo'lsa 3 ga print uchinchi kun va else undan boshqalarga teng bo'ladigan bo'lsa noma'lum kun deb tekshirishimiz mumkin. Bu yerda bizga qanday natija, ya'ni 3-kun degan javob. Bu yerda dayni ya'ni foydalanuvchidan so'rab oladigan bo'lsak, input xo'sh, dasturimiz ishladi. Dayni kiritamiz. Birinchi kun, 2 ikkinchi kun degan natija qaytdi bizga va 3 bo'ladigan 3-kun va 4 bersak noma'lum kun. Qolgan hamma sonlarda noma'lum kun. Masalan, sonni beradigan bo'lsak, bizga day int tipida va unga bu darajadagi katta keyword yuklanmaysan deganni. 23 noma'lum kun. Endi shunday, mana bu yerga int berib qo'yganimiz uchun bizga yana shunday xatolik berdi. Float berganimizda kattaroq sonni oladi. Endi xuddi shuni match case orqali ham qilsak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Qanday yo'si bilan? Masalan, birinchisiga match bo'ladi. Bu qanday parametrni qabul qiladi? Nimani? Ya'ni day o'zgaruvchisini qabul qiladi va case 1 teng bo'lsa print birinchi kun, case agar natija 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa ikkinchi kun, teng bo'ladigan bo'lsa print uchinchi kun deb qilishimiz mumkin va buni har doim songa tegishimiz mumkin. Masalan, 1, 2, 3 gacha qildik va 4 kiritganda, 4 berganda qandaydir son qilish mumkin va oxirida qandaydir boshqa, ya'ni istisno holatlarini deydi. Endi shunday holatlarda bo'lsa print noma'lum deb kirish mumkin va mana buni izohga olib qo'yamiz, ya'ni shartga. Bizga hozir mana bu kod ishlash kerak. Mana buni ko'radigan bo'lsak, misol uchun 3 any input day my code lesson model script
WinV bo'yicha muammo deb. Uchinchi kun. Agar bunga 5 beradigan bo'lsak, noma'lum. Ya'ni mana bu yerdagi qiymat, noma'lum degan qiymat chiqdi. Va undan tashqari mana bu printda ko'rishimiz mumkin, agar 4 va 5 sonlari ham kiritiladigan bo'lsa, mana bu yerda bizga noma'lum deb chiqardi. 4 va 5 sonlarida ham birinchi kun deb chiqarilsin. Birinchi kun. Agar biz mana buni 5 qilib o'zgartiradigan bo'lsak, bizga birinchi kun. Agar bu 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda noma'lum. Ya'ni har bu yerda, ya'ni ko'rinishlarini yozib ketishimiz mumkin. Ya'ni bir nechta qiymatlarni ham berib ketishimiz mumkin. Va xuddi shuni mana bu if ni ichida ham qilsak bo'ladi. Mana bu yerga or degani bor. Day teng bo'lsa 4 ga, or yoki day teng bo'lsa 5 ga deb. Va buni izohga olib mana buni ishlatadigan bo'lsak, mana buni noma'lum kun, biz 6 ni berdik. Endi 4 ni beradigan bo'lsak, mana bizga birinchi kun deb chiqarib berdi. Ya'ni or funksiyasi shu shartlardan birontasi true bo'lgandagina true qaytadi. If va else edi bugungi siz bilan ulashmoqchi bo'lganlar va match case larni bir-biridan farqi. Deyarli ikkalasi bir xil, ishlatish o'rinlariga qarab ishlatishimiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.